Homilador ayollar homiladorlikning 1, 2, 3 oylarida go'zallik saloniga borishi mumkin emas. Salonga borib, sochini, tirnoqlarini bo'yatishi, depilyatsiya qildirishi taqiqlanadi. Tez-tez salonga borish chaqaloqni tug'ma nuqsonlar, paroklar bilan tug'ilishiga olib keladi. Chunki 1, 2, 3 oylarida homila himoyasiz bo'ladi va a'zolar shakllanadi. A'zolar shakllanayotgan vaqtda homilaga ta'sir ko'rsatilsa, homilaning tug'ma nuqsonlari bilan tug'ilish xavfi oshib ketadi. 3 oylikdan keyin yo'ldosh platsenta shakllanadi. Yo'ldosh homilani himoyalab turadi, filtr vazifasini bajaradi. Ona organizmiga tushgan zaharli moddalarni bola organizmiga o'tkazmaydi. Go'zallik salonida ko'zga ko'rinmaydigan zaharli moddalar juda ham ko'p. Ona bu moddalarni hidlashi natijasida qonga o'tadi va homilaga yetib borib, ularda tug'ma nuqsonlarni keltirib chiqarish xavfi juda yuqori. Shuning uchun ham go'zallik salonida ishlaydigan parikmakerlar va kosmetologlar orasida tug'ma nuqsonlar bilan tug'ish ko'rsatkichi baland. Go'zallik salonida ishlaydiganlar boshqa ayollarga qaraganda 3 marotaba ko'p tug'ma yurak nuqsonlari bilan 2 marotaba ko'p yuqori jag' va lab nuqsonlari bilan bola tug'ishadi. Chunki ular zaharli xonada ishlashadi. Homilador ayollar ham go'zallik saloniga borishlari mumkin, faqat 4-oylikdan boshlab, ya'ni platsenta shakllanib bo'lgandan keyin borishi tavsiya etiladi. Salonda ishlaydigan ayollar esa 1-3 oyda salonga chiqib ishlamaganliklari ma'qul. 4-oydan ishga chiqqanlaridan keyin esa faqatgina maskada ishlashlari talab etiladi.